Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ayol qizlarimizni uyda o'tirib 0 dan 2000 dollargacha daromad topadigan biznes qurishni 5 ta qadamda tushuntirib beraman. Ismim Ashurmetova Mahsuma Ahrarovna, xalqaro darajadagi buxgalter auditorman. Ixlos School Apko akademiyasini asoschisi va rahbari hisoblanaman. Ko'pchiligimiz uchun tanish savol biznes nimadan boshlanadi va aksariyat bu savolga biznes sarmoyadan, produktdan, g'oyadan boshlanadi deb javob berishadi. Mani javobim esa biznes har doim mijozdan boshlanishi kerak. Endi asosiy mavzuyimiz 2000 dollarlik daromadga qaytamiz. Xo'sh, 2000 dollar oylik daromad topish uchun 30 kunga bo'lsangiz, har kuni 67 dollardan daromad topishingiz kerak. Bu degani kuniga 10 dollarlik tovaringizga 7 ta xaridor topish yoki 20 dollarlik tovaringizga 3,5 ta xaridor topish bilan teng. Xo'sh, siz o'zingizni biznesingizda 3 ta yoki 7 tagacha mijozga egamisiz? Ko'pchilik bu savolga yo'q deb javob berishadi. Chunki biznesni 0 dan mijozning talabiga qarab qurishni bilishmaydi. Endi sizlarga samarali biznes qurishni 5 ta qadamini aytib beraman. Birinchi qadami bu o'zingizni xohishingiz, o'zingizni yoqtirgan sohangiz, nimadan maksimum energiya oladigan bo'lsangiz, shu qiziqishlaringizni maksimum ro'yxatini tuzib oling. Bu bo'lishi mumkin pazandachilik, tikuvchilik, art craft, dekor, repetitorlik, effektologlik, ya'ni nimada maza qilsangiz, o'qitishdami, tikishdami, pishirishdami, bemalol ikkilanmasdan katta ro'yxat qilib oling. Bu ro'yxatdan keyin ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadamimizda shu qiziqishlaringizni qaysi biri sizga pul olib kelishi mumkin, ya'ni sizga mijoz olib kelishi mumkin. Albatta ro'yxat qisqaradi. Misol uchun sizning qiziqishlaringizda ashula aytish, raqsga tushish, rasm chizish, o'qitish yoki bo'lmasa pishirish bo'lishi mumkin. Ana shularni pul olib keladigan sohaga qo'ysangiz, masalan, qiziqishlaringiz ro'yxatida art craft bo'lishi mumkin, ya'ni dekorativ, chiroyli rasm chizish bo'lishi mumkin va shu rasmlaringizga yaxshigina pul to'lashga tayyor mijozlar topilishi aniq. Yana bitta misol, pishirishga bo'lgan qiziqishingizni yaxshilab o'rganib, kurslarga qatnab, shirin-shirin tortlar, pishiriqlar qilib, qarindoshlaringiz orasida ham talaygina mijoz orttirishingiz mumkin. Endi bitta umumiylashtirib olamiz. Ikkinchi qadamda hamma qiziqishlarni bitta filtrlab, qaysi biri bizga pul olib kelishini bilib oldik. Uchinchi qadam esa qilmoqchi bo'lgan biznesingizni tovar yoki xizmatligini aniqlab olish. Chunki tovar bo'ladigan bo'lsa, albatta unda sizni ketkazadigan birlamchi sarmoya, birlamchi xarajatlaringiz katta va sizga qoladigan foyda ulushi kichkina bo'ladi. Lekin xizmat sohasini tanlaydigan bo'lsangiz, xizmatda har doim foyda 70 ga 30 bo'lib boshlanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni kim foydangiz ko'p, qilmoqchi bo'lgan birlamchi xarajatingiz kam bo'ladi. Shuning uchun ham fokusingizni, boshlamoqchi bo'lgan biznesingizda fokusingizni xizmatlardan boshlaganingizni tavsiya qilaman. Endi 4-qadamga keldik. Tovar yoki xizmatni aniqlab olganingizdan keyin 4-qadam biznesning oltin qonuni hisoblanadi. Ya'ni kim shu biznesingizni xarajatlarini ikkita turga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. O'zgarmas xarajatlar va o'zgaruvchan xarajatlar. Bilingki, sizni doimiy o'zgarmas xarajatlaringiz, ya'ni arenda to'lovi, ishchilarga har oy to'lashingiz kerak bo'ladigan oylik maosh ham o'zgarmas xarajatlarga kiradi. Biznesingiz bo'ladimi, savdo bo'ladimi, hech ham bog'liq bo'lmagan, doim to'lashingiz kerak bo'lgan doimiy xarajatlar minimum bo'lishi kerak. Savdo bilan bog'liq bo'lgan hamma xarajatlar bu o'zgaruvchan xarajatlar. Ya'ni tovar yoki xizmatlaringizni sotganingizdagina paydo bo'ladigan va o'rnini qoplaydigan xarajatlar o'zgaruvchan xarajatlarga xomashyo, ishlab chiqarishdagi xodimlarning maoshi, agar albatta sizni maoshingiz har bitta xodimni ishlab chiqargan produksiyasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lsa. Bitta futbolka tikib berishingga 10 ming so'm pul beraman deydigan bo'lsangiz, o'zgaruvchan xarajat bo'ladi. Misol uchun siz tikuvchilik sohasidasiz va har bitta tikkan ishingizga qanaqadir foyda daromad olasiz. Agar biz tikuvchilik sexini ochadigan bo'lib qarasak, 4 ta asosiy xarajatni ko'rishimiz mumkin. Bu xomashyo, material, bu joyi arendasi, bu tikish apparati, оборудование, ya'ni mashina, uskuna va bu ishchi va tikuvchilikka beriladigan oylik. Mana shu 4 ta xarajatni hozir o'zgaruvchan va o'zgarmasga bo'lib beraman. Arenda joyingiz sizni tikkaningizga yoki tikmaganingizga bog'liq bo'lmagani uchun bu doimiy o'zgarmas xarajat hisoblanadi. Texnikani sotib olasiz, u tikiladimi, tikilmaydimi, turgani sizga xarajatga ketib boradi, amortizatsiya eskirish hisoblanadi. Bu ham o'zgarmas xarajatga kiradi. Xomashyo va tikuvchiga beradigan har bitta futbolka tikishi uchun beradigan 10 ming so'mingiz bu o'zgaruvchan xarajat. Ya'ni siz futbolka sotganingizda o'rnini qoplab
beradigan xarajatga kiradi. Bilingki, biznesda mana shu oltin qonuni doimiy xarajatingiz minimum, o'zgaruvchan xarajatingiz maksimumga qarab ketsa ham bo'ladi. Shundagina siz biznesingizni qo'rqmasdan kengaytirishga imkon yaratasiz. Bilingki, birinchi bo'lib bilib oladigan ishingiz doimiy xarajatingiz 1 oylik necha pul. Aytaylik, $2000 daromad topish uchun sizni doimiy xarajatingiz $1000 bo'lyapti. Demak, $1000lik tushum qilganingizdagina siz zararsizlik nuqtasiga kelgan bo'lasiz. Buning uchun esa agar $10 dan futbolkani sotadigan bo'lsangiz, bir oyda 100 ta futbolka sotsangiz, zararsizlik nuqtasida turganingizni guvohi bo'lasiz. Mana shu 100 ta futbolkani sotib, zararsizlik nuqtasidan o'tganingizdan keyin har bitta sotilgan futbolkadan foyda ko'rayotgan bo'lasiz. Endi 5-qadam, biznesingizni zararsizlik nuqtasidan o'tganingizdan keyin endi mijozlar oqimini ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni charxpalak bitta aylanib olgandan keyin shu aylanishni davom ettiradigan albatta mijozlar bo'ladi. Har qanaqa ijtimoiy tarmoqlarda tovar yoki xizmatlaringizni ko'rsatishdan hech qachon pul ayamasligingiz kerak. Chunki zararsizlik nuqtasidan o'tdinglar va bu xarajatlar o'zgaruvchan xarajat turiga kiradi. Tovar yoki xizmatda zararsizlik nuqtasi yoki foydaga chiqishingizni eng asosiy nuqtasi tan narxi to'g'ri hisoblab olishingiz. Tan narxi to'g'ri shakllantirish esa juda ham ko'p faktorlarga bog'liq bo'lgani uchun ham men o'zimni biznes kurslarimda bunga to'liq to'xtalib o'tganman. Xulosa qilib aytganimizda, biznesni boshlashda birinchi bo'lib o'zingizni qiziqishingiz, o'zingizni qobiliyatlaringizni ro'yxatini qilasiz. Ikkinchi qadamda uni filtrlab olasiz, ya'ni uni monetizatsiya yo'llari, pullash yo'llarini topib olasiz. Uchinchisi esa uni tovar yoki xizmat shaklida berishni aniqlab olasiz. To'rtinchi qadam esa tannarxi asosiy, doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarni aniqlab, doimiy xarajatni qoplash yo'lini qidirasiz. 5-qadam biznes charxpalagi birinchi aylangandan keyin mijozlar oqimini ko'paytirish bilan bu charxpalakni karra-karra aylantirishni yo'lga qo'yasiz. Shu videoda sanab o'tgan qadamlarimni o'zingizni biznesingizda qo'llasangiz, nafaqat $2000lik, balki $10,000 gacha ham zararsiz bo'lgan biznesni yurita oladigan tadbirkorga aylanasiz. Biznesingizdagi xato va kamchiliklarni to'g'rilamoqchi, yana ham ko'proq moliyaviy bilimlarni olmoqchi bo'lsangiz, Apko akademiyasida biznes kurslarini yo'lga qo'ydik. Ushbu kurslarda qatnashish uchun pastda telefon raqamlarini yozib qoldirdik. Bog'laning va yoziling. Yana ham ko'proq foydali, manfaatli biznes va moliyaga oid ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying.